Yo, what's up? Nega? Bola obunachilar. Bugun sizlar bilan birga edaman. Hacker va bugungi videoda biz o'sha modli vijvaniyamizga qaytdik. Bola obunachilar. Bugun sizlar bilan birga edaman. Tuttirchi qismda juda ko'p ishlar qilmoqchiman. Bola obunachilar, planlar juda ko'p. Obunachilar, qaranglar, o'sha uyimiz ham takoy hozir kelib tekshirdim. Uy bunchalik uy qurish qancha vaqt ketgan bunchalik uy qurishga? Albatta 1 soat ketgan obunachilar. Endi montaj bilan yarım soat qilib qo'yganman. Obunachilar, albatta sizlar mana shunaqa qo'llab-quvvatlasanglar, ya'ni like-larni ko'paytiraversanglar, men bundan zo'r modli vijvaniyalar qilaveraman. Ya'ni zo'r videolar qilaveraman. Qarashda qaranglar, biz bugun qilayotgan ishimiz, planlarimiz juda ko'p. Shuning uchun obunachilar, biz nima qilmoqchi edimiz, ham chiqib ketdi. Aytgancha bo'l obunachilar. Biz hozir balkonda ko'rsataman, balkonimiz bor endi. Bekordan bekor qurmaganmiz. Biz ana u tomonga borishimiz kerak. Ya'ni Nether olamga borib, portalni qurishimiz kerak. Xo'p, bizda obsidian bor edi. Obsidianda narsalarimizni olib boramiz o'sha yoqqa. Okay, 14 ta obsidian bor. O'sha biz uyimizni oldida ham qursak bo'ladi portalni. Ovqatlana olamiz. Qarochi, mana bu nima qilyapti bu yerda? Bratan. Obunachilar, birinchi o'rinda biz taxt olib kelamiz. Ko'proq taxta kerak bizga, chunki biz qilayotgan ishimiz juda ko'p. O'rmon juda xavfli. Boshqacha vijvaniya bilasizlar obunachilar. Bu yerda yurishni o'zi xavfli. Mana shu urgumchak ovozini eshitdinglarmi? O'sha indamagin uyga turish kerak. Demak, oxiriga chiqib, stop. Nima oxirigacha yorib bermayapti bular? Oxirigacha yorib berish kerak-ku. Ha, mana o'sha modimizda ishlayapti hali ham. Obunachilar, normalniy ko'proq bizga taxta kerak. Bu tomonlar hali chiqmadi. Ko'ramiz bu yerda nimalar bor ekan. Xo'sh, mana buni o'rib ketamiz. Всё. Ne ochiq joy bo'lib qoldi. Ya, bunga qaramaslik kerak. Urgumchakda Ender urgumchak mu. Ya'ni bu qarashda narsalar qarasa o'shidan chiqmaydi, xuddi Endermenga o'xshab. Menimcha suvdan qo'rqadi bu ham. Nima olib yurmayapti bu? To'xtala, o'ttirib olsa, berakam, o'ttirib olamiz. Masalan, mana bu taxta o'zi bitta yorsa buzilib ketadi, o'ttirib olaylik-chi. Aha, demak, o'ttirib olsa bermaydi bular. Tushunarli. Ko'ramiz, portalda nimalar bor ekan, o'sha hayotda juda ko'p narsa bor ekan. Mana shu olamda bir 40% ni ko'rdim. 40% dan ham kam ko'rgandirman. Obunachilar, qarashda qaranglar. Biz ovqatlana olamiz. Biz hali ovqat ham kerak. Qishloqqa ham olib kelishimiz kerak. Ovqat olib kelishimiz kerak. Mana bu yerga nimadir qilaverishimiz kerak. Ilmiy qaranglar. Xo'sh, mana shu yerdan bitta narsa qurmoqchiman. Bu kerak emas, umuman kerak emas narsa bu. Biz lapata bor ekan. Mana shu yerda biz olamiz, kichkinaroq joy qurmoqchiman men. Ya'ni omborxonaga o'xshagan. Juda ko'p kerak narsalar bor. Eng kerak emas narsalar shu yerga saqlaymiz. Uyda esa sal kerakliroq narsalar saqlaymiz uyda. Mana shu yerdan quramiz bitta. Yaxshi. Yana bitta qo'yaylik. Okay. Endi bu yoqqa qarab yana bitta ile bo'lib всё. Pastga tushamiz. Buni tushiramiz. Baribir katta bo'lib ketdi-yu, atak men juda uychalik qilaverman. Omborxona kichkinaroq bo'lishi kerak o'zi. Yo, bu yerda ham yo'q bo'lsa, chotka. Bu yog'iga ham qurib, toshimiz ham yo'q ekan, Ko'p obunachilar tosh olib keldi. Okay, tosh olib kelamiz, ko'proq tosh kerak. Urgumchak ovoz shayton kelyaptimi? To'xtanglar, bitta shaxta kelib chiqamiz obunachilar. Bu nima qilyapti? Stop. Bo'l obunachilar, qizlar, hayron qolaman-da. Nega videoyimni ko'rib like bosmaysizlar? Всё, bugundan boshlab videoyimni ko'rib like bosmaganni yuziga urgumchak odam tur otib ketsin. Shuning uchun bitta like-ni jalka qilmanglar. What the f? Men shuncha qurgan joyimga kerak odam. Okay, o'ldiramiz. Ona, qanaq uryapti? O'lmaydi ham bu. Всё, bo'ldi. Buni ham endi qo'riqchilik qilib qo'yamiz. Mana bunga bitta basharacha yasab qo'yamiz-da, uyimizda olib qo'yib qo'yamiz. Tosh kerak, ko'proq tosh kerak o'zi bizga. Esimdan chiqib tosh olish kerak edi. Ovqatimiz yo'q, nima? Va olmay o'tiramiz. Nochormiz biz hozir. Ozgina mantiqorga ishlab kelishim kerak. Kerak tosh bu. Bo'lar, biz bitta shaxta kelib chiqamiz dedi, lekin bu jon bilan kirish netom deyim. Buncha temir bo'lmadi bu yerda. Ko'proq temir kerak bizga. Atak bu shaxtaga kirmaganman men umuman. Tupikmi bu? Tupik emas ekan. Mana bu yerda ham yo'llar bor ekan. Fakil bor bizda. Xo'p, mana bu yerga fakil qo'yib qo'yib, mana temirlar olib ketishimiz kerak. Juda ko'p temir bor ekan bu yerda. Temirli kiyim qila olamiz, temirli shim qila olamiz. Shu, bu yerda fakil turaversin. Uch kech bo'lyapti. Bitta uxlab, keyin biz portal kelib ketamiz. O'sha omborxonani qurib, mana shu yerda bitta yo'l qilib qo'yishim kerak. Normalniy, faqat tushib ketaverib, uy quramiz, uxlaymiz shu bilan. Stop. O'zini ovozi, bizda uyimizda oldagi ovoz emas, o'zi siklop o'zini ovoz. Qani o'zi? Asab deydi, o'ldirish kerak. Qani. Mana shu o'rmonlarimning ichida yuribdi-da. O'rmon bizaki bo'ldi. Territoriya bizaniki, chunki bu o'rmonni biz qilganmiz, u ochiq joyda takoy turibdi. Yo'q, mana bu qushlar o'ldirsa nima beradi? Ishlamayman ekan. Demak, o'ldirmaymiz. Normaliy, qushlar ham zo'r. Bo'la uyimiz Tomda nima bo'ldi? Xo'p, biz tepaga chiqib tushirib kelishimiz kerak. Biz men territoriyamda yuribdi. Mana bu o'rmon yurganga nima o'nim? Bratan. Bunga urmasdan tushiraveramiz hozir. Xo'p, tezlash. Qanday kichkina narsa, katta narsani sudrab ketib boryapti. Biz yomon ko'rib qolmayapmiz, o'zi tushib ketyapti-ku. Normalniy. Okay, pastga tusha olamiz endi. Indamaydim endi biz, chunki o'zi tushib ketdi. O'ni qo'rqib ketdim-mi? Bratan, endi sen o'lishing kerak, chunki uyimning oldida faqat ovoz chiqaraverib Zaynab. Okay.
Все. Короче, mana bu yerlarni yopib olsak, mana bu shu tosh kerak qoldi shu yerda. Go'vollar bu yerda qurib qo'yamiz, normalroq qilib. Okey, omborxonacha, chotki. Bu yerga ham kursi deraza qilamiz. Deraza kerakmi ekan bu yerga? Mana shunaqa deraza. Tak chotki chiqar ekan, mana shu yerga bitta lapata kerak. Umuman mana shu yerni buzib tashlaymiz, chunki derazani olay yer nima qilyapti? Xo'p, biz derazamiz bordir. Sandiqqa qaraylik-da. Deraza 15 ta derazamiz bor. Demak, biz hozircha normalli rivojlanganmiz. Bu yerdan eshik bo'lsa, ikkitali eshik omborxonaga ikkitali eshik juda boy odamda biz ikkitali eshik qo'yamiz. Bitta eshik qo'yamiz. Mana shu yerdan bitta eshik bo'ladi. Ili qaranglar, mana bu shu eshikli tomonni tosh qilib qo'ysa nima deysizlar? Takoy bo'ladi. Uje mana chotqa. Normalmi menimcha. Mana buni boshqa joyga qo'yamiz. Buni mana shu yerdan qo'ysa zo'r mana. Mana bu yerga ikkitali ana qilsa, deraza qilsa, omborxonaga deraza kerak emas. Atak zo'r. Uje pol ham taxtada. Biz juda zo'rmiz, chunki omborxonaga taxtali pol atak normal. Yo, uje takoy chiqdi bu yerdan. Ko'p, lekin deraza qilmaslik kerak-da. Orqani umuman yopib tashlaymiz. Omborxonaga o'zi deraza nima kerak? Mana shu yerga xuddi mana bunday deraza qilib qo'yamiz. Mana chotga. Bu yerda ham yopib tashlayam kelyapti-yu. Atak mayli, bizda deraza ko'p. Bu yerga ham bitta versak turadi. Atak nimadir qilmoqchi bo'lsak, shu yerdan olib ketaveramiz. Bizga endi bu yerga ko'proq omborxona-yu, ko'proq biz sandiq yasashimiz kerak bu yerga. Mayli biz tut desamiz. Mana u nima qilayotganini bilmayman. Mana bu yog'ida suvda tursa ochilar ekan mana pas. Ochilar ekan. Mana shunaqa turadi omborxonamiz. Nitobmi deyman? Nitob qolmi deyman. Buzib taylaylik-da mana shuni. Joylashuv nitob qoldi-da. Kirgandan endi sandiqlar turmaydi-yu. Mana shunaqa tursa, bu yerga versak turadi. Mana chotki. Kerak narsalarimiz urug'lar lekin ana tomonda turish kerak edi. Biz bitta eshik taylaylik, eshigimizni qo'yamiz o'zi umuman. Xo'p, mana to baribir nitoda. Mana bu yerlarga ham yo'lcha qo'yishimiz kerak, chunki bu yer ham omborxonamiz o'zi bitdi. Xo'sh, oddiy qollar, bizga reshot kerak. Dalada o'zi verstak bor, nima kerakmi? 7 ta reshotkamiz bor. Mana nitob qolyo, atak bu yerdan to'g'rilasak bo'ladi. Qora qilamiz. Baribir qora taxtani ishlatmaymiz. Shunaqa narsalar ishlatib turamiz mana. Tepasini ham qora qilib qo'ysak, endi ana omborxonaga o'xshaydi, tomni qo'ysak, tomga mana bular it ekan. Yana ozgina shu tom qilaylik. Shu bilan tomni ham chiroyli qilib qo'yamiz. Aynan. Mana shu yerlardan o'tin chop olsak, let's go. Okay. Bo'lish yurdi ekan-ku. Bo'llar, to'xtab turinglar. Videomiz homiysi xalqaro litsenziyaga ega Mospet kompaniyasi. Siz Mospet orqali turli o'yinlarda mo'maygina pul ishlab olishingiz mumkin. Hacker bir promokodi bilan ro'yxatdan o'tganlar uchun 3 million so'm bond sovg'a sifatida beriladi. Kommentariyadagi havolaga o'ting va Hacker bir promokodini kirgazib, birinchi stavkangiz uchun 3 million so'm bondni qabul qilib oling. 1 2 3 4 16 ta 16 kredit ta все. Kotipe chiqamiz endi. Mana chotki. Eski usuldan qo'llaymiz, bidvar usulidan. Okay, bu yog'iga ham. O'sha biz tomni qilmagan ekanmiz, shuncha qilib. O'lla. What? Ana. Bu yerda biz taylaymiz. Mana bu yerga ham qo'yib qo'yamiz. Voy, tushib ketma. Voy, ana. Ichki xotirjamlik. Mana bo'ldi. Shu, tago. Bu yerdan qurish qanday? Amalni ustiga bitta qilaveramizmi yoki? Lekin atak omborxona juda zo'r ketyapti-da. Omborxonaligi ham qolmayapti. Mayli, shu tomni qilib taylaymiz. Xuddi shunday turishiga. 34 deytsa kerak tomga. Bo'ldi. Tago. Ovqatimiz ham yo'q bizdan. Bir omborxona bir uyga endi kerak narsalarimizni ushlab solib qo'yamiz. Barchasini olamiz keraklardan. Mana bular umuman hech keragi yo'q. Bular turaversin, yer nima kerak? Kerak narsalarimiz ham ko'payib ketdi. Kuz bilan yurmaylik, ot yorib yana shalkka bitta kuz. Shu bolalar, kerak narsalarimizni solib qo'ydi. Endi urug'larni bu yoq solib qo'y. Urug'imiz ham o'zi. Mana o'sha yana bitta bu o'sibdi. O'lib buni olib taylaymiz va yana ekib qo'yamiz. Qani. O'sha yana ikkita video qo'y. Yana bizda qovoq bor. Bizda boya o'rgimchakdan o'ldirganimiz uchun yana bitta beruvdi. Mana ikkita qovog'imiz bor endi bizdan. Qarashda mana biz o'sgan narsalarni ham buzib taylaveramiz. Nonimiz bor aytgancha bo'ldi, 3 tasi o'sibdi yo'q. Hozircha kunimiz o'tadi. Matikorga chiqmaymiz. Urug'lar solib qo'yamiz yana bu yoq. 5 ta, bu yoqda yana 2 ta bor ekan. Qo'y. Ovqatimiz ham qolmaymiz. Biz yana 2 ta non qilib olishimiz ham mumkin. Okay. Shu, let's go. Hali beri o'lmaymiz. Yana 2 ta yetmay qoldi. Ozgina qorn to'ymay qoldi. Necha? Biz 4 temir bor. Shuncha temir olganmiz qani? Bizani? Voy, shuncha temir olib chiqib qo'rdan. Omborxonaga solib qo'ydimmi? 8 ta temir solib qo'yman. Tezroq qovuramiz-da, kimya solamiz temirlik. Ana, qan. Ana. Okay, shu. O'zi kech bo'lyapti, uxlaymiz. Okay, let's go. Temirlarimizni olamiz. 6 ta temir bor. 6 ta temir bilan yasa bo'lmay, 8 ta temir bilan yasa bo'ladi. Go'vollar biz temirlik kiyim qila olamiz. Okay, mana buni olib taylaymiz. O'sha surog'ga mutdi buni. Hozircha bu kiyim keraksiz. Mana bular kerak emas. Nima kerak mana bu yerga? Mana bu kitob kerak emas, bu kerak emas. Bu kiyim, mana o'sha kiyim anovimiz ham bor ekan. Qayerdan qo'yamiz? Mana kiyimlarimizni shunga olib qo'yaveramiz endi bolalar. Mana chotki. Bitta oyoq kiyim yasasam, o'sha zo'r bo'ladi. O'sha oyoq kiyim yetgan ekan temirimizda. Mana, buni ham surog'ga o'tibdi. Davay biratan.
qo'yamiz buni ham. Mana oyoq kiyim. Kiyimni yana shu yerdan olib ketsak bo'ladi. Qaranglar bizda yana nimalar bor? Yotoqxona kerak emas baribir bu. Voy, bizda yana bitta temir bor ekan. Obunachilar endi biza qaranglar. Kerak narsalarni solib qo'ymoqchi edim. Mana bu aytgancha obunachilar. Bunga ustiga narsa qo'yish turaydi, ha? Ikkinchi qavatga qo'yib qo'yamiz o'g'li. Ikkinchi qavatda umuman hech narsa yo'q o'zi. Xo'p, mana ochiq joy, bo'sh joy yotibdi. Uyimiz bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta. Stop. Dekoratsiya bilan endi uy qurganga yarasha normallik qurgan yaxshi-ku. Mana buni olib kelaymiz. Mana chotki, mana verstagimiz. Mana qaranglar. Bu yoqqa bitta buni qo'ysak, shu, bu yoqqa bitta buni qo'yamiz. Mana chotki bo'ldi. Qanday takoyimdan kelib narsa yasash uchun mazza-da, chunki dekoratsiya bilan yasayapsizlar. Undan ham zo'r bo'lish uchun qaranglar mana. Yasayotgan odam o'ttirib yasaydi-da bu yerga. Bo'ldi, shu. Ikkinchi qavatga qilgan ishimiz qolma. Xo'p, mayli, ikkinchi qavatga ham bitta kiyim joy qilib qo'yamiz. Mana shu yerdan chotki, mana shu zo'r qilgan narsamiz shu yer bo'ldi. O'ttirib narsa yasaysizlar. Shu. Qarashda o'rnashlar, portal kirmoqchi edik biz. Ikkilarni qo'yib qo'yamiz joyiga. Mana bu ham usti. Mana chotki, ikkilarni bu yoqqa qo'yib qo'ysak, bizda bitta yana bu uchta, yana bitta bizda noqul olishimiz ham mumkin. Juda omadimiz kelyapti shukurlar. Bo'ldi, shu biz ovqatimiz to'la, ovqatdan anoqlatmaylik. Bo'ldi, shu. Urug'lar joyi qo'yib qo'yamiz. Urug'imiz yo'qam o'zi. Kerak narsalarni solib qo'yamiz bu yoqqa. Qo'yganlar kerak. Bizda o'sha kirga ham, o'sha lapati ham hozir buziladi. Bizga temir kerak shuning uchun. Mana shu temirimiz yo'q. Ozgina men hozir tushib temir olib kelmasam bo'lmaydi, chaqda tushib. Bizda 100 tali modda ko'rib qolamiz. Toshlik qilib o'tmaymiz. Endi kerak narsalarimiz. Temir yaxshi. Bir tupek, bir temirlar yo'q. Pastga tushamiz bolalar. Temir normal temir. Okey. Ne? Tushib qoldim. Temirlar bo'yicha tushib qoldim, shuni bilaman. Qanaqadir ovozlar chiqibdi. Ancha jang ketami deyman, bolalar. Sho bo'ldi. Tosh ham yo'q, bironta o'lib ketamiz hozir. Chiqib qolaylik bo'lmasam. What the buncha temir qayerga tushib qoldim men? Menimcha ana yoqdan keldim. Kunimizda shunga qolibdi. Umuman hozir kambag'al mattikorga ishlaymiz dedim mana o'sha. 9 ta toshimiz bor. Bu narsalarni biz. Bundan biz qaranglar. Pechga solamiz, temirlarimiz qovuramiz hozir. Ana temirlar qovurilgandan keyin biz temirlik kerka qila olamiz, bu yerda nima hamma narsani olib chiqib ketamiz shu bilan. Valla temirlik kerka. Syo. Bu yerdagi barcha temirlarni olib ketamiz. Endi bizga bitta fakel kerak. Ke. Endi tepaga chiqamiz ham. Temirlar juda ko'p ekan. O'zi bizda 10 temir bor yani. Kerak emas endi temir bizga. Bu narsalar chiqa olamiz. O'sha kech ham qolibdi. Kechmi? O'sha kech qolibdi. Uyga bolalar bu narsa. What the fuck? Kech bo'ldi, xurlayveradimi odam degan. Sira uxlaymiz. Ertalab tongga hamma joy yonyapti. Zombilar hammasi yonyapti. O'nashlar hammasi zo'r, hammasi chotki, uyga barcha temirlarimizni qovurib qo'yamiz. Mana bu yerda ham kerak narsalarni solib qo'yamiz. Bizda o'nashlar juda ko'p taxta bor. Omborxonaga yarasha yana ikkita sandiq qilib qo'yamiz, chunki omborxona nomi bilan. Mana chotki. Endi aniq o'xsha omborxonaga. Kirgan odam ustalik biladi. Bitta qilmagan ishimiz bu yerga omborxonaga svit qo'ymagan ekanmiz. Bundan sal yarmini qo'yib qo'yamiz. Endi asal olsak bo'ladi lekin atak. Lekin mana ular asab qilaveradi asal olsak. Shu yo'q payt asal olib ketamiz. Go. Gilas. Oyna bor edi bizda qani. Xo'p, oyna shu yoqda bor edi. Bunaqa oyna emas, turbicha. Mana kakras sutda bor ekan bizda 3 ta kerak. Mana. Go. What the fuck? Shu asalligimiz. O'le, normalniy. What? Uyimga olay yashashga. Deraza ochib olyordi-da. O'ganimga pishamaydim. Olmagan yaxshi edi. O'la baliqni qo'raveramiz, a. What? Mana bu yerga biz temir qo'yib ketdik aytgancha. Ikkita TNT ham bor bizda atak. TNT bu yoqqa tursin. Okey, baliq deb olamiz endi. Mana ular esdan chiqib ketganmi? O'ganim, asal o'ganim. Bo'ldi, yo'q-ku, ha? Bo'ldi, esdan chiqib ketgandir men. Yana bitta asal izlaymiz. Boshqa joyda yo'qmi asallarlar? Menimcha yo'q bo'lishi. Bu o'rmonni o'sha biz qurganmiz-ku, ha? Qo'vonashlar biz endi portalga kirib ko'ramiz. Portalda nimalar bor ekan? Let's go. Buni biz bilaymiz. A few moments later. A few moments later. Bir soatdan beri buzilmayaptimi bu? A few moments later. 2 soat bo'lyapti. A few moments later. Temirlik yaxshi-ku, tez buzish. Let's go. 3 soat deganga buzildi qarashda. 3 soat kutib o'tirdim. Oraga choy ham ochib keldim. Mana. Let's go. Sho. Bizda endi yoqish kerak. 3 2 1. Let's go. Yo'g'in qurmaymiz, jalki ketyapti ham. Shuning uchun qaranglar, endi bitta fikr bor. Mana, o'xshash apstanga endi, ha? Boshqacha, ha? Juda boshqacha ekan, ha? Go, kiramiz. Let's Xbox Series. Stop. O'lib qolsa, vallahi mana shu yerda narsalar. Wow! Yo'q, bunday narsalar borligi esimdan chiqib ketibdi. Go, o'lib qolsa shu yerdan kerak narsalarni solib qo'yaylik, o'lib qolsa shu yerdan olib ketamiz. Ja, endi topolmasak, lapata kerak emas chunki. Qolmabdi ham chunki. Temir kerak emas yoqqa. Tezlash. Okay. Let's go. Biz uch keldik. Bu yerda o'zgarib ketdi-mi? Mana bular qanaqa joy? Nima bu? Bo'loq narsalar mana shu yerga biz mitka qo'yib ketamiz endi. Mana shu yerda. Sho. Bunga bironta rang, ya'ni shu rangni qo'yib qo'yamiz. Go. Bu narsalar mana o'sha portalda oldida portal degan katta
bitta metikka qo'volab yurdim. Endi urgam chiqishim kerak bu yerda. Atak nimadirlar bo'lsa, bu yer shu yerdan olib ketaveramiz. Qaranglar bu yer qanaqa boshqacha atmosferasi ham bor ekan. Yaxshilab bitta o'rib bersanglar qanaqadir narsalar chiqib turibdi. Mana bular ko'rib qolsa biz ulamiz. Let's go. Xo'ch. Yo, bular yashlashib ketyapti. Endi nimadir otyapti mana ular. Bitta o'lib ketaman ishoninglar. O'lsam ana lava kirib o'lmay. Bo'ldi. Men qolmadi men nasar. Yaxshi. Vahima qilmaymiz avvalla. Tinch bitdi ishimiz. Bo'l. Endi ozgina atmosferadan bahramand bo'laylik. Nima edi? Shu yerga tushib kelmasa bo'l. Yashilmi atmosfera? Yo, avvalla asta-asta ketaveramiz. Bu yerga qanaqa qilib asta tusha olsak bo'ladi. Ana u nima qilishini yomon qiziqayman. Nimadir otadimi yo'q, qanday o'ldirishi qiziq. What the f? Ko'rdinglar, skelet.